Bu yilgi Ashuro kuni qachon? Azizlar, Muharram oyining 10-kuni Ashuro kuni bo'ladi. Bu yilgi Ashuro kuni 25-iyun sanasiga to'g'ri kelyapti. Demak, 25-iyun kuni roza tutishlik mustahab. Farz emas, vojib emas, mustahab. Har bir mintaqa, har bir viloyat o'zini joyini bomdod vaqti kirishida og'zini yopadi va shom namozi vaqti kirishi bilan og'izlarini ochishadi. Bu kunning fazilati: Musa alayhissalom najot topgan, Nuhning kemasi najot topgan, Yunus alayhissalom baliqning qornidan chiqqan, Odam alayhissalomning tavba qilgan kuni, ya'ni o'sha xato ishni qilib qo'yib keyin tavba qilganlar mana shu kunga ulamolar aytadi, mana shu Ashuro kunida bo'lgan deydi. Ya'ni bu kun fazilatli kunda. Endi ba'zi sahobalardan va tobiinlardan rivoyat deyiladi, kim Ashuro kuni o'zining ahli oilasiga kengchilik qilsa, vassa'allohu alayhi sa'ira sanatihi, Alloh taolo o'sha bandasiga yilning boshqa kunlarida, oylarda unga kengchilik qilib beradi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslimdan bu hadis, Sahih Muslimda keladi. Ya siyamu yawmi Ashura, Ashura kunining rozasi men o'ylayman 1 yil oldingi gunohlarga kafforat bo'ladi deb deydi. Shunday ekan bu kun rozasini tutamiz, bozorliklarni zo'rni qilib beramiz oilamizga, ota-onamizga, ahli oil farzandlarimizga va Alloh taolo bizga qolgan yilning qolgan sanalarida, kunlarida bizga baraka berib qo'yadi.